Baliqchi tumani Farovon mahalla fuqarolar yig'inida aholini sifatli va uzluksiz ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar natijasida hududdagi suv ta'minoti darajasi 90% dan 100% ga yetkazildi. Ayni paytda mahallada 3226 nafar aholi istiqomat qilayotgan bo'lib, ular 612 ta xonadonda yashaydi. Hududdagi 6 ta ko'chada istiqomat qiluvchi aholining ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji to'liq ta'minlandi. Oldin ichimlik suvlarida rosa ko'p muammolar bo'lardi. Kranlar ham yo'q edi, ariqlardan, kanallardan toshib ichardik. Endi hozir hurmatli prezidentimiz hamma sharoitlarda yaxshi qilib, sharoitlar qilib beryapti. Ichimlik suvlari hamma xonadonlarda bo'lib qoldi. Uylarimizda, ko'hnalarimizda, hamma yo'qda issiq suv, sovuq suvlar sharoitlarimiz zo'r bo'lib qoldi hozir. Kelinlarimiz ham maza qilib taomlarni pishirib, chiroyli qilishib chiqyapti. Biz bundan rosa xursandmiz. Prezidentimizga katta rahmat. Loyiha doirasida mavjud suv ta'minoti tizimi o'rganilib, aholiga suv yetkazib berish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan zarur ishlar amalga oshirildi. Jumladan, ichimlik suvi tarmoqlarining ishlash holati yaxshilanib, suv ta'minotida mavjud muammolar bartaraf etildi. Buning natijasida mahallada ilgari suv bilan ta'minlanmagan yoki ta'minotda uzilishlar kuzatilgan xonadonlar ham markazlashgan ichimlik suvi tarmog'iga qamrab olindi. Hozir mahallamizda 100% suv bilan ta'minlangan. Aholining uylariga ichimlik suvlari kiritilgan. Shunday farovon hayotda yashayapmiz. Prezidentimizga rahmat. G'amxo'rligi uchun. Farovon mahallasida amalga oshirilgan ushbu ishlar tuman aholisini ichimlik suv bilan ta'minlash ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu boradagi ishlar izchil davom ettirilib, aholi uchun qulay va barqaror suv ta'minoti tizimini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda.